Sizlarga mana shuni obzorini qilib berdim, tushuntirib berdim, nimaga klient qilishga harakat qilyapmiz. Endi bir xil so'rashi mumkin-da, nima bu ichidagi namuncha ekan, menga nima bo'ladi bu kattaroq pochkasi bormi, arzonroq tushadigan deyishi mumkin. Shuning uchun hozir assortimentimizni ko'rsatamiz. Qaranglar. Bizda buni katta pochkani 2 xil rangi bor. Oq hamilon bilan oqi. Oqini razmerlari bilan, narxlari bilan aytib ketaman. 5 xil razmeri bor. 5 xil razmer. Hozir narx aytib ketaman. Narx aytganim uchun bitta like bosib ketasizlar. Xo'p, qaranglar. 10-razmer, 16-razmer, 20-razmer sifatlariga qaranglar. Vashim zo'r kelgan. Bu podyomga rolingda, podyomlari ham mana videoda ko'rinyaptimi yo'qmi? Past. Soni zo'r chiqadi, xudo xolisa. Mana shu 10, 16, 20-razmerlari bu 120 mingdan korobkasiga undan arzon qilib beraman. Undan tashqari 30-razmerimiz bor. 30 ham yangi partiya shunaqa zo'r kelgan. 40-razmerimiz bor. Sifatlari, qirralari joyida. 30-razmerimiz narxi keladigan bo'lsa 130 ming, 40 keladigan bo'lsa 150 ming. Men aytib o'tib agar ko'proq oladigan bo'lsangiz, undan arzon qilib beramiz. Endi hamilonlarga keladigan bo'lsa, bu 10-razmer bilan 16-razmeri narxi bu pochkada 500 gram, pochkasining narxi 100 ming so'm. 20-razmer 110 ming so'm. 30-razmeri 120 ming so'm. Bu paketi bilan 500 gram. Undan tashqari, agar sizlarga katta assortimentda ranglilar kerakli bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa kerakli toshlarni mana bu assortimentimiz bor. 10, 16, 20, 30 razmergacha mana bunaqa kichkina pochkada. Hop, bularning narxi 25 ming so'm.